Har bir professional o'z sohasida iz qoldirishni istaydi. Bugun men uchun o'sha kun. Chef mukammal retsept. Assalomu alaykum do'stlarim, like bo'lchachasizmi? Do'stlar, hammangizga xush kelibsizlar bugungi videoga. Do'stlar, bugungi videomiz hamma kutgan video do'stlar. Ha do'stlar, o'zimizning legendarniy bo'lgan ovqatlaksiyon challenge. Da do'stlar, bugungi video, bugungi challenge'imizda Uzbanda bilan qilamiz buni do'stlar. Hasan, Baha, Qoshar va Abo. Bo'ldi, hozir shartlarni tushuntiraman. Bitta joylashib olasizlar. Endi shartlarga kelsak, qatnashuvchilarimizga har xil ovqat turlari auksionga qo'yiladi. Har auksionda u ovqat uchun vaqt va pul yutug'i qo'yiladi. Kimki auksionda eng kam vaqtni bersa va u vaqtda o'sha ovqatni yeb bersa, ishtirokchiga unga qo'yilgan yutug'ini qo'lga kiritadi. Lekin yeb bera olmasa, undan mahrum bo'ladi. Xo'sh do'stlar, birinchi raundimizni boshladik. Tak, mana rasm. Qanaqasiga gul deysizmi? Ha, biz ovqatni rasmini ko'rsatamiz. Ammo sun'iy intellektni o'zgartirib, asl ko'rinishi esa yeydigan odam aniqlaguncha bilisha olmaydi. Auksion boshlandi, 30 minut vaqt qo'ydim. Agar buni yeb bergan odamga 200 ming beraman. 200 ming. Bo'ldi, 30 minut kim kam beradi? 25 minut dedilar, davay, kim kam beradi yana? 22 minut berdim. 22 minut. Light o'y deganman lekin, light o'y. 21 minut. 21 minut. 20 minut. 18. Tak, 18 minut. Necha? 17. 17. 7 17 minut. 15 minut 1. 4 minut. 14. 13. 13 minut 1. 13 minut 2. 13 minut 3 sotildi. Do'stlar, birinchi ovqatimiz lightoviy do'stlar. 13 minutda yeb berishlari kerak. Bu bo'lsa mana ostiga ko'rsataman. Mana shu rasmni olganman, o'sha 3 ta mana limon turibdi, 3 ta limon naqaga o'zgargan. Lekin Mamutda ham bu limonni qanaqa dumaloq sharikli turadi, o'shani men Photoshop qilib olib tashladim. Endi azichada zapal bo'lib qolmasligi uchun bitta mana shu semechkalarni qoldirdim. Bunaqa sariq bo'lgani uchun sariq sal bilintiradi, poqisini ovqatli sariq ko'rinmasa kerak, o'shaning uchun limon yoki apelsin yoki masha qilgan hech kim naqmadi. Vaqtdan keyin sekin ish boshlaysiz, bo'lmasa let's go. Muzdek kerak. Davay, 200 ming sizga bo'ladi. Mana shu 3 tani bersangiz, art olsangiz nima qiling. Lekin mana polni suyuq tashlamaydi, ana mevasi qolsin-da. O, boshqacha taktik otdilar bular. Birinchi naq qilib kelganda. Artishga vaqt ketib qoladi. Уже 2 minut o'tdi, ikkitasini yeb bo'ldilar. Sachrafi. Davay, qo'shlar. Davay. Bu ketidagi ko'likni zo'r bo'ladi. Ana, qani? Pauzani bosamiz. 10 minut qoldi, 3 minut yeb bo'ldingiz lekin. Gap yo'q. Tabriklaymiz. Tabriklaymiz qo'shlarda, tabriklaymiz. Easy. Xo'sh do'stlar, mana уже tugatdilar. Gap yo'q, tabriklaymiz. Juga bo'ldi. Bo'ldi. Birinchi raundimiz tugadi, endi ikkinchi raundimiz boshlandi. Bundan yo'q, sekin endi lightoviy emas, qiyinlashadi ozgina bo'lsa ham. Joyingizga o'tira oling. Biz bo'lsa ikkinchi raundni boshladik. Xo'sh do'stlar, ikkinchi raundimizni ham boshlab oldik. Tayyormisizlar? Rasm ko'rgani? Mana. O'sha anaqa yaqinlashtiring. Yaqinlashib Qo'yganlar tutmasa qurtadi bu. bo'ldi, hamma ko'rib oldi rasmni. Bu anaqamizga, ovqatimizga 40 minut vaqt beraman. 40 minut ichida yeb berish kerak bo'ladi va bunga do'stlar 300 ming beraman. 30 minut. Boshlandi. 30 minut vaqt ketdi. 27. 20, 26 minut. 25 minut, 24 minut. 22. 22 minut. 20 minut. Oo, hammani qodlashmadingmi? Yo'q, lekin bu rasmdagi emas, ko'rganda bo'ladi ana. Bo'ladi. 15 minut. Necha? 14 minut. Necha dedi? 14 minut. 14. Bo'ldi, 14 minut ketdi. Siz 14 berdi bu. 13 minut
13 minut 1, 13 minut 2, 13 minut 3 sotildi. Xo'sh do'stlar, mana uje 13 minutda mana ovqat yeb berishlari kerak. Tayyormisiz? Mana! Amerikanskiy popkorn. Hotel sizga ko'rsatmoqchi edim, rasm mana. Qaranglar. Mana bu o'zi ko'rasizlar. Boya totdiz-yu Google olishida qo'yardi. hali hammasi oldinda. Vaqt ketdi. Ko'pchilik o'ylashi kerak, ko'p popkorn oddiy deb, lekin ayrim popkorn achchu. Achchu? Ha. Yeganing shu bo'lsa. Gandori achchu qilinadi-yu, anaqa bankaga. O'shanga botirilgan. Men sizlarga shundoq pulni berib qo'ymayman do'stlar, unaqa oddiy. Mana men yeb pul oldim deyman. Sal qiynaladi odam, qiynaladi. Yo'q, achchiq yo'q. Uksus mazam. Sizmasiga yo'q faqat. Mayli, qattiq uksus mazza. Olingchi, yi. Deyariysiz-ku. Do'stlar, hozir mana 6,5 minut vaqtimiz qoldi. Yarmi qoldi. Ozgina qoldi, lekin gap yo'q. Achchu popkornni yeb beryaptilar. Malades. Yesinchi anta tualet bor, bemalol. Qilsangiz bo'ladi. Bo'ldi. Vaqtni tugatamiz. Ha, mana o'sha mayda chudalar qoldi, bo'ldi. Endi skidga bonus qilib, bo'ldi. 7lik hisob. Tabriklaymiz. Bo'ldi do'stlar, abo'yan, ye bo'ldilar. Popkornimizni, achchiqqina popkornimizni qalay ekan? Yaxshimi? Achchu Shirin aralash kombo. Kombo bo'ldi. Mazanglar qochib qolmasa bo'ldi. Mayli, bo'ldi. Ikkinchi raundimiz tugadi, 3-raundimizga ketdik. Xo'sh do'stlar, 3-raundimizga yetib keldik. Hali hamma sveji bo'lib turibdi. Hech kimning qorni to'ymagan hali, lekin biz to'yg'izamiz. Tayyormi hamma rasm ko'rishga? Tayyormiz. Tadan! Ana. Salam. Ko'ringlar. Saysganmi? Endi et bering, nima bilan qo'shilgani? Endi yana bitta ogohlantiraman. Bu ko'rayotganinglar emas, lekin o'zgartiradi shakllarni. Baribir sun'iy intellekt endi bilasizlar, o'shaning uchun mana. Xo'sh, bu ovqatimizga yana o'sha 30 minut vaqt beriladi va yeb bergan odamga 2000 so'm. Bo'lmasa, auksion boshlandi. 25 mi? 25 minut 1. 23 Hasan. 20. 20 qoshlar 18. Endi boya metodi operator qatnashadi. 15, baxim 15. 14. 14. 13 balli. 13. Yana 13. 12. 11. 11 Hasan. 11 1. 10. 11. 12. 9. Ana Hasan 9 berdi. Yana kim? Kim? 9 1. 8 1. 7 yarim yo'l ekan. 7 1. 7 2. 7 3 sotildi. Operatorimizga sotildi. Kim bo'ladi operator? Dahasa ol. Xo'sh do'stlar, operatorimizni 7 minutga yutib oldi. Agar yeb bersa 200 000 so'm yoki yo'q. Bo'lmasa buni qanaqa salatligini hamma qiziqyapti. Bu qo'yi qornidan qilingan salat. Kimgadir qo'yi qorni yoqmaydi sizga. 5 minut deyveraman. Sizga bo'lam. Hamma yoqar ekan, o'zini. Bo'ldi. Bo'lmasa vaqt ketdi. Xo'sh do'stlar, mana 4 minut vaqtimiz qoldi, yarimi qoldi salatimizni. Yaxshi ketyapti. Demak, kommentariyada yozib qolinglar, mana shu qo'yi qoridan qilingan salat sizga yoqadimi yoki yo'q? Men bilan yoqar ekanlik. Davay do'stlar, qani mana o'sha oxirgisi 3 minut vaqtimiz qoldi. Hali vaqt bor, lekin mana o'sha bitta go'sht qoldi, o'sha qorni qoldi.
Va bo'ldi. Mana shuni hopa. Bo'ldi, tabriklaymiz. Xo'sh, operatorimiz Salatyev 200 ming so'm yutib oldi. Tabriklaymiz va endi do'stlar 4-raundimizga yo'l olamiz. Bo'lmasa, let's go. Ketdik. Xo'sh do'stlar, 4-raundimizga yetib keldik va mana hammani hali ham qorni och, hech kim to'ymadi, faqatgina operatorimiz to'ydi. Hali o'tiraman. Hali. Bo'ldi, tayyormisizlar rasm ko'rishga? Ha, qani yoqingchi? Ana. Mana bu ovqat deyiladi. Mana Tovul ko'ramiz. Mana har bitta detallarga qaranglar, har bitta detallarga qaranglar. Aksionimiz boshlandi. Bu ovqatimizga 1 soat beriladi va buni yeb berganga 400 ming so'm. Wow! 55 minut. 55 minut baqa berdilar. 53. 53 minut. 51 minut. Abo, 50 minut qasam berdi. Kim ko'p kam beradi, ko'p ish. 45 minut baqa berdilar. 42 minut. 41 minut. 40 minut. Operatorimiz berdi. 39 minut. Abo. 38. 38 qo'shar. 36. 36 bax qasa. 20. 20 minut baqa opoqsini. 20 minut 1. Istiqomat. 20 minut 2. 19 minut 400 ming turibdi buni o'rtasida. 19 minut 1. 18 minut 1. 17. 16. 16. 5. 38 minut. 38 kedi. 15 minut 1. 15 minut 2. 14 minut. 14 minut 1. 14 minut 2. Aytash 13 minut. Bax 13 minut berdilar. 13 minut 1. 13 minut 2. Baxaga sotildi. Mana hozir baxa yutib oldilar. 13 minutga 13 minutda yeb berishlari kerak. 13 minutda yeb bersalar 400 ming so'm oladilar. Bu esa hot lunch. Va yana bitta narsa dunyoda eng achchiq sous qo'shilgan. Sevaman u. Bu sousda nechidir million anaqa bor. O'sha achchig'ligi bor. Bu degani hozir mana bu suv ham yordam bera olmay qolishi ham mumkin. Qancha qatu-patu tam. Yo, o'shaning uchun men sizga bonus sifatida suv berdim. To'g'ri ko'rayotgan achchiq borardi. Mashq qo'shilgan, normalniy qo'shilgan, hozir Ha, qo'shilganmi bu? ha qo'shilgan o'sha. Hozir Normalniy yillarga qarab turasizlar endi buni. Do'stlar, 13 minut vaqt ketdi. Davay baxa. Hozir ko'rasizlar baxani tellashini. Yo, boya gap aytdim, birikdan so'raladi. Olu. Hammaringiz yotdi. Mana, hozir original rasmni ko'rsam sizlarga. Mana. Ana boshladi shu. Qale, baqa. Gapir. Ey, sochi. Ey. Xiyl ishlatma. Agar hozir mana suv bo'lmaganda o'sha bo'lardi. Xo'sh do'stlar, 7 minut vaqtimiz qoldi va ozgina qoldi. Davay baqa. Sizga ishonamiz. Gap yo'q lekin. Mazam qochyapti mana bor-ku. Votda. Skori chaqiramiz. Jachib ketdimi o'sha. Och qoringa tiqqanim. Prizni o'yla. Prizni hech bo'ling 400 ming. 400 ming. 400 ming. O'sha ketadi dor-darmonlarga. O'zi qanaqa hozir ashshani achib ketdimi? Og'iz nima bo'pti? Til mazza bilasizmi o'zi? Ya, chu ish emas. Och qoringa achchiq yegan oshqozon har to'p ketadi. O'zi och qoringa yeysa ovqatda. Yetmaganiga o'zdesi. Yo, to'q qoringa yeysa ovqatda. Men hozir o'zim g'alatim. Qon. Xo'sh, yig'layapsizmi? Nima bo'pti, achchiq. 2,5 minut vaqtingiz qoldi. Ozgina qoldi lekin, ozgina. Ana do'stlar, o'sha bu sous normalniy achchiq degani bu. Baqa. Bo'ldi. Qarsanglar, tugadi. Va yutdilar. Tabriklaymiz. Lekin mazza qochdi barcha, mazzalar qochdi. Keling.
4-chi raundimiz o'z nihoyasiga yetdi. Endi 5-chi raundimizni boshlaymiz. Ko'ramiz, qani 5-chi raundda kim yutgan va kim azoblanar ekan. Bo'lmasa, let's go. Xo'sh do'stlar, 5-chi raundimizga yetib keldik. Hamma tayyor 5-chi raundga va rasm ko'rishga ham tayyorsizlar. Lekin bu rasm ashadashtirib Qara, ashadashtirib Ana. Qara. Odam yuzam. Bo'ldi, endi bu stejani 100% anaqa emas. Bu misol chalg'ituvchi bo'ladi baribirga, lekin qayerdadir nimadir detal bor. Auksionimiz boshlanadi. Bunga ham xuddi shunaqa 40 minut vaqt beriladi va 200 ming so'm. Bo'ldi, 40 minutdan boshlanadi. Ketdi. Let's go. 35 minut, baxa 33 minut. Abo 32 minut. Qoshlar, o'tni? 30 minut qasa. 31 dedim ben o'zi. 29 minut. Operator. 30 minut qilasan deydi. Davay. 28 minut, 25 minut, abo. 24 minut. 20 Vakil qotdi. Davay, necha? 20 minut. Hasan. 19, 17 qo'shdi, anaqa. 16 minut. 15. 14. 13. Tutu. 12 minut. Qo'shlar. Necha? 11 minut. 10 minut Hasan. Qor beradi. Yeysiz. To'shdi. 9 minut. Qo'shlar. To'shdi. Yeyilsa. Ovqatga qiziqmayapti, ular qiziqyapti. Nima bor ekan qiziqyapti odam endi. Ja qiziqmaylar. Kurashinglar, bu yerda 200 ming so'm o'ynalyapti. Necha? 8 minut 1. 8 minut 2. 7 minut 1. 7 minut 2. Ayo. 7 minut 3. Sotildi. Rasmini ko'raylik. Tum Zahurov. Mana rasm. Shularni yo'q deganimi? Yo'q, boya nima dedim? Boya kim eshitdi o'sha gapimni? Kim nima dedim? Chalg'ituvchi rasmlar bo'ladi. Do'stlar, englardan katta lavash. Bu 60 santimetr lavash. Ko'ramiz, 7 minutda yeb bera olsalar. Vallahi ketdi, 7 minut vaqt. Ketdi. Mana 7 minutda yeb berishlari kerak. Mana qani ko'ramiz. Bu Paket. tandir lavash do'stlar, tandir lavash. Bunaqani oddiyroq lavash emas. Ana do'stlar. Somsaga o'xshayotgan. Bundoq qilib Ketdi qani. Ana. Ishladi. Xo'p, oqsilar ketdi. Davay, qo'shar. Yaxshi. Davay. Lekin bunda mana anu takoy sirli, zo'r lavash ko'rgansizlar-ku, xuddi o'sha lavash. Qaribda. Sedan zo'r ekan. Yaxshi o'ynayordi, go'shtni yeyishga. Boshlovchi bo'lsa ularga mana. Da qani ketdi. Oxiri qoldi, lekin vaqtingiz 3 minut qani bemalol yeya olasiz, lekin opoqsini. Katta mega lavash ham yeb berdilar, gap bo'lish emas. Tabriklaymiz. Bo'ldi do'stlar. Yeb berdilar, gap bo'lish emas. Easy. Tabriklaymiz. 5-chi raundimiz tugadi. Tabriklaymiz qoshlari va 200 ming so'm yutib oldilar. Tabriklaymiz. 6-chi raundimizga yo'l olamiz. Let's go. Xo'sh do'stlar, 6-chi raundimizga yetib keldik va hamma tayyor. Tayyormisiz o'zi? Bo'ldi. Bo'lmasa, rasmni sekin ko'rsatamiz. Ana o'zi. Olmami? Bu chalg'ituvchi zarba, u prosta men olma qo'yib qo'ymayman, rasm o'zi olmam rosta. Auksion boshlanadi. Bunga 15 minut vaqt beriladi va buni yeb bergan odam 100 ming so'm oladi. Bo'lmasa kim kamroq beradi? Auksion boshlandi. 13 minut 1. 12 minut 1. 11 minut 1. 10 minut. 9. 8 minut 1. 8 minut 2. 7 minut. 7 minut 1. 7 minut 2. 7 minut 3. Sotildi.
reaksiyasilar qol, xuddi yutib olaman degan reaksiyasi bekor qildim deganda. Xo'sh do'stlar, mana o'sha Hasan joylashdi. Buni 7 minut yeb berish kerak bo'ladi. Nimaligini xos ko'ramiz. Let's go! Greyfurt bu. Buni teri bilan emas, o'zini ichida hammasini yeb berish kerak bo'ladi. Teridan tashqari ichidagi narsasini yeb berish kerak bo'ladi. Hammasini deganing. Ketdi. Ichidagi hammasini dedim. Ko'rpacha was. Kichkina bo'lib qoladi, ha, ular. Yo'q, normal kopdi. Ana harakatda. Ana. Basharan ishig' oladi diliga. 4 minut vaqt qoldi. 4 minut. Bitta tiqvoq qaniydi, da ketdi. Content. Men bu yo'lga qoldim. Shunchalar chiqdi bor. Hozir bashlayverganda o'sha bo'ldi. Tugirdi. Aytdi tiqor endi, ketdi. Tiqor. Qani tiqor Havoga jo'radi-yu. Da ketdi. Da o'rt qiladi, ketdi, harakat qildi. O'zi siqyapti. Qanday? Ana. Ozgina qoldi, 1 minut vaqti qoldi. Pauzani bosamiz, bo'ldi, tugadi. Yeb berdi Greyfurt, katta Greyfurtni, mega Greyfurtni yeb berdi. Xo'sh do'stlar, 6-raundimiz ham o'z nihoyasiga yetdi va Hasan yutdi. Pashti hamma yutyapti. Hozir o'tirgan odam yutyapti. Easy alaq hammasi. Hammasi pashti easy bo'ldi. Mayli, endi keyingi 7-raund easy bo'lmasligi mumkin. Ko'ramiz yoki. Ketdik bo'lmasa. Xo'sh do'stlar, 7-raundga keldik va hamma o'sha sekin mazasi qochyapti. O'sha kimdirlar to'ygan, kimdirlar hali ham to'ymagan. Hali ham ochman. Bo'ldi, bo'lmasa hozir hamma tayyor rasm ko'rishga. Ana bu endi vashi golovolomka bo'ladi sizlarga. Strichmi? Mana e'tibor beringlar mana bunaqa narsalarga. O'rtadagi e'tiborliroq bo'linglar. Bo'ldi, hamma o'sha tayyor auksion boshlashga. Bunga do'stlar 15 minut vaqt beriladi. Yeb bergan odamga 500 ming so'm. Bo'ldi, bo'lmasa boshlaymiz auksionimizni. 15 minut. Kim? 14 minut vaqt ketdi. 13, 12 Hasan, 11, 10 minut. 9. 9 minut 1, 9 minut 2, 9 minut 3 sotildi. Davay. 9 minut vaqt beriladi. Agar 9 minut yeya olmasangiz 500 ming minus. Yeya olsangiz lekin 500 ming plus. Mana. Nima bu? Bu pashtetni tovuqni go'shti bilan pechin, jigari. Tovuqni jigari bilan penaqasi, go'shti aralash pashtet sifat. Anaqa buni anaqa koreys va xitoylar yeydigan narsa. Qo'lda yurasiz. O'zi. Ketdi vaqt. Qani? Degustatsiya. Jiyanlarga ketaman. Qo'ying, yeb. Hozir sizga boshqa shart beraman, o'shaningiz 9 minutda. Bu do'stlar, mushuk ovqatligida. Buni koreys va xitoylar yeydigan narsa. Mana. Sos. Hammaga rahmat bugun ko'rsatdim. Mana bu butun grill opoqsini. Ular do'stlar, mushuk ovqatiga berilgan 9 minutda minus qilib tashlaymiz. Buni bezkanishni vaqt qilib yeb bergancha bering deymiz. Do'stlar, hozir yana bitta imkoniyat beraman bularga. Hozir 500 ming qo'yilgan edi. Agar xohlasangiz 250 mingga tushiramiz, yoningizga bitta sherigingizni qo'shamiz. Bitta sherik olamiz. Bo'lmasa qolib ketyapti cho'ta. To'xta. Qoshlarda abo yordam berdi, paddeshki berib yeyishni boshlaylar. Yeya olsanglar 250 ming, yeya olmasanglar o'zinglar berasiz. A few moments later. Xo'sh do'stlar, hozir mana to'g'ri talon-taroj qilishyapti polnisni. Hasan ham qo'shib olgan. Tiqyapsiz. Qordoshga ham mana. Bo'ldi, mayli endi fora beramiz bolalarga, endi uval bo'lib ketmasin deb. Normal, qulmas u. Normal. Xo'sh do'stlar,
Tovuğimizni qaranglar ahvolini. O'sha tovuqni T harfi yoqmadi, o'sha Hasan ham qo'shilib shu oxiri chidolmadi. Shunda Hasan qo'shilgan bo'lsa, o'sha 250 ming yana minus bo'ladi. Shu bilan 0. Mayli, mayli. Bo'ldi, tovuqimiz tugadi. 250 qilib xullas yovib ketdi. Shu bilan 0 bo'ldi, lekin gap yo'q, yeb berishdi. Tabriklaymiz. Xo'sh do'stlar, mana o'z nihoyasiga yetdi. Va do'stlar, yutug'inglarni olasizlar. Va do'stlar, bizning homiyimiz tomonidan sovg'alar takoy olinglar. Tadam! Va mana hamma necha pul yutgan o'sha summa ko'rsatib turibdi va o'sha summa tushib beradi hammaga. Va mana shunaqa videolar yoqqan bo'lsa, mana shunaqa challenge'da aksiyalar yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yib va kommentariyaga yozinglar, qanaqa challenge'lar qilaylik do'stlar. Menimcha hammalar yoqdi. Juda ham. Qadarkalarga vashi bekor. Bo'ldi, bo'lmasa do'stlar, keyingi videoda ko'rishguncha salomat bo'lasizlar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Xayr. Bo'ldi, qaytarib beringlar. Qaytarib beringlar.